Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida pomidor sayli o'tkazildi. Unda viloyatimizning sohaga doir imkoniyatlari taqdimot qilindi. Viloyatimizda pomidor yetishtirishni qo'llab-quvvatlash, aholi va tadbirkorlarning shu dehqonchilik ortidan yana ham ko'proq daromad topishlariga erishish hamda mazkur tadbirni viloyatimiz agroturizmining muhim yo'nalishlaridan biriga aylantirish maqsadida o'tkazilgan saylda viloyatning barcha tumanlaridan dehqon va fermerlar, tadbirkorlik subyektlari ishtirok etishdi. Tadbir o'tkazish uchun tanlangan joy Bulung'ur tumani Fozil Yo'ldosh mahallasida aholining asosiy daromad manbai pomidordan. Fermer xo'jaliklari tomorqalarda ham asosan pomidor yetishtiriladi. Bu mahsulot respublikamizning turli hududlariga, hatto xorijga ham shu yerdan yuboriladi. Today I'm so happy to be here to attend this Bugun pomidor saylida qatnashib turganimdan juda ham xursandman. Men Samarqandga ayrim loyihalar ustida ishlash uchun kelganman. Bu shahar menga juda yoqdi va bu yerda bo'lishdan minnatdorman. Xitoyda qishloq xo'jaligi juda rivojlangan, pomidor esa eng muhim oziq-ovqat mahsulotlaridan biri hisoblanadi. Shaxsan men pomidorni juda yaxshi ko'raman. Sizlarning mamlakatingizda yetishtirilgan pomidorlarni tatib ko'rdim. Juda mazali va to'yimli ekan, menga juda yoqdi. Kelgusida shu pomidorlarni Xitoyga va boshqa davlatlarga eksport qilish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqmoqchiman. Pomidor sayli ayni muddao bo'lmoqda. Bulung'ur tumani Fozil Yo'ldosh mahallasi aynan shu pomidorga ixtisoslashgan hudud. Bu yerda drayveri pomidor yetishtirish. Bugun nafaqat Bulung'ur, balki butun viloyatimizda qishloq xo'jaligi tumanlari jam bo'lishgan. Bu yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlari, sabzavotlar, mevaga ixtisoslashgan tumanlarimiz o'zlari yetishtirayotgan mahsulotlar bilan birgalikda qatnashyapti. Bu festivalimizda eng yaxshi pavilyon, eng yaxshi eksportyor, ya'ni pomidor mahsulotlarini qayta ishlab eksport qiladigan korxona, eng yaxshi fermer xo'jaligi va bu yerda boshqa nominatsiyalar ham berilgan. Bilasizmi, eng qizig'i shu pomidorni biz ko'pchilik bilmagan xususiyatlari bu yerda hozir ko'pchilikka aytilyapti, ya'ni uni shu urug'dan, tuxumdan gidroponika usulida ko'paytirish ham bugungi kunda namoyish etildi. Uni kasallikka chidamli navlari, kasallikka chalinganda uni davolash yoki unga parvarish qilish usullari bugun mutaxassislarimiz tomonidan mana shu fermer xo'jaliklariga, dehqonlarimizga ma'lumotlar berildi. Bundan tashqari pomidorda inson salomatligi uchun foydali xususiyatlari, uni kaloriyasi, insonga hattoki davolovchi xususiyatlari borligini Samarqand davlat tibbiyot universitetining olimlari, agroinnovatsiyalar institutimizda olimlari, Veterinar meditsina universitetimizning olimlari bugun ma'lumot berishdi. Endi o'z nomi bilan bu pomidor sayli, ko'rib turganingizdek, pomidorni yetishtirishdan boshlab eng qizig'i mana uni qayta ishlash, uni 20 dan ziyod turlari bugun Samarqand viloyatida qayta ishlanyapti. Xalqimizga manzur bo'lgan jihatlari shundaki, mana bu saylda xalqimiz suygan san'atkorlardan iborat konsert dasturlari, turli xil tomoshalar, xalq sayllari xalqimizga manzur bo'lyapti va bu o'ylaymizki, boshqa tumanlarimizda ham mana keyingi oylarda uzum sayli, meva sabzavotlar saylariga tayyorgarlik ko'rilyapti. Xalqimizni chorlab qolamiz. Pomidor sayli tadbiri doirasida tashkil etilgan tanlovda 1-o'rin Pastdarg'om, 2-o'rin Bulung'ur, 3-o'rin Narpay tumani vakillariga nasib etdi. Shuningdek, saylda faol ishtirok etgan shahar va tumanlar hamda viloyat tashkilotlari vakillari ham taqdirlandi. Ma'lumot uchun, joriy yilda viloyatimizda 2631 gektar ochiq maydonda, 239 gektar issiqxonalarda pomidorning kasallikka chidamli va sermahsul navlari ekildi. Bulung'ur tumanida 1100 gektar ortiq, jumladan Fozil Yo'ldosh mahallasida 70 gektardan ortiq maydonda pomidor yetishtirilmoqda. Mana bugun tumanimizda 2-yildirki, demak pomidor sayli ko'tarinki ruh bilan o'tyapti. Albatta pomidor saylini o'tkazishdan maqsad bejiz emas, sababi biz tumanimizda bugungi kunda mana shu 1100 gektardan ortiq maydonlarga pomidor ekilib, demak pomidordan yuqori hosil olishga erishilyapti. Albatta mana shu yuqori hosil bilan birgalikda demak buni qayta ishlash ham tumanimizda yo'lga qo'yilgan. Mana shuning uchun bugungi demak pomidor saylida o'sha pomidorni ekishdan tortib, urug'idan tortib uni kasalliklar va zararkunanlarga qarshi kurash, bundan tashqari o'sha
pomidorlar eksporti bilan qayta ishlanadigan mahsulotlar barchasi bo'yicha fermerlarga tushunchalar berildi. Albatta bugungi mana shu pomidor saylida tumanimizdan 600 ga yaqin fermer xo'jaliklarimiz ishtirok etyapti. Albatta o'zimizni yetishtirgan mahsulotlar bilan qatnashyapti. Bu albatta mana shu dehqonlarning daromadini oshirishga, umuman pomidor bo'yicha bizda mana shu xususan mana shu yurtboshimiz aytganda bir mahalla bir mahsulot tamoyil asosida tumanimizda qariyb 15 ga yaqin mahallalarda demak pomidorchilik bugungi kunda rivojlandi. Albatta bugun ilg'or xo'jaliklar qariyb 100-120 tonnagacha pomidor hosilini ko'tarib, albatta daromadi yuqori bo'lyapti. Tadbirkorlar saylda o'z mahsulotlarini namoyish etib, o'zaro tajriba almashgan bo'lsa, oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot institutlari xodimlari, olimlar pomidorning serhosil va xaridorgir, sanoatbop va eksport qilishga mos navlari, inson salomatligiga foydali jihatlari haqida ma'lumot berdi. Shuningdek, sanoat korxonalari esa pomidorni qayta ishlab tayyorlayotgan mahsulotlari ko'rgazma savdosini o'tkazdi. Samarqand davlat universiteti Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizlik instituti bizlar bu yerda issiqxonada cheri pomidor yetishtirish bo'yicha tavsiyalar va ko'rsatmalar beryapmiz. Aholini bandligini ta'minlash, aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash darajasini yaxshi natijalar ko'rsatish bo'yicha oddiy o'zini uyida kichkinagina bo'lsa ham issiqxona tashkil etib, mana shu bizlar tavsiya etiladigan cheri pomidorlarimizni duragaylarini ekib, yaxshigina daromad olib, aholi bandligini ta'minlash maslahatlarini berib boryapmiz aholiga. Masalan, cheri pomidor bo'yicha bizlarda doktorantimiz bor. Shu ish bo'yicha ish olib boryapti. O'zining mo'jazgina xonadonida eksotikli issiqxona tashkil etgan va Janubiy Koreyadan keltirilgan Super Sweet 100 cheri pomidorini duragayini yetishtirib ilmiy tadqiqot ishi olib boryapti. Ya'ni buni olib borishdan maqsad aholiga, masalan, uyida turib ham bemalol sabzavot mahsulotlarini yetishtirib, bozorlarimizda yangi yetishtirilgan sabzavotlar bilan ta'minlashdan iborat bo'ladi. Keyingi ilmiy tadqiqot mavzulari yetishtirish tartibi chet eldan keltirganligi uchun uni o'zimizda iqlim sharoitimizga moslab, o'zimizda aholilarga ilmiy maslahatlar berish, ilmiy ishlar olib borilyapti shunday. Masalan, hozirgi kunda yetishtirishda fermer xo'jaliklarda katta muammo bo'layotgan har xil kasalliklarga qarshi kurashish va qishin yozin bir xil yangi bo'lgan pomidor sabzavotlarni yetishtirishda maslahatlar bermoqdamiz. Pomidor sayliga kelishimizdan asosiy maqsadimiz bu albatta O'zbekistonda yetishtirilgan pomidor mahsulotlarini asosiy qismini, juda ko'p qismini eksportga yo'naltirish. Bizning maqsadimiz ham hozirgi kunda 200 tonna pomidor qoqisi Italiyaga eksport qilinadi. 200 tonna pomidor qoqisini Italiyaga eksport qilish uchun biza butun O'zbekiston bo'yicha 2000 tonnaga yaqin pomidorni qayta ishlashimiz kerak. Ya'ni bizadagi ishlab chiqarilgan pomidorlar Italiyada narxi balandroq va uni savdosi kattaroq, chunki biz faqat quyoshda yetishtiramiz. Quyoshda quritiladi. Hech qanaqangi quritish apparatlarida yoki anaqa uchun yetishtirmaydi, faqatgina quyoshda silajlar orqali, oddiy quritish stollari orqali quritiladi va buning narxi Yevropa bozorlaridek baland hisoblanadi. Bugungi kunda biz Bulung'ur tumanini ham qamrab olganmiz va Bulung'ur tumanida ham bugun 1 gektar yer maydonida quritish maydoni tashkil qilingan. Quritish maydonlariga bugungi kunga qadar mana shu mavsum davomida 30 kun davomida pomidorlar qabul qilinib, bugungi kunga qadar 7 tonna pomidorini Samarqand viloyati Bulung'ur tumani 7 tonna pomidorlarni Italiyaga eksport qilishga erishdik. Asosiy qismlarini Italiyaga va Fransiyaga, Yaponiyaga eksport qilamiz. Chunki aynan shu davlatlarda bizning mahsulotlarimizga bo'lgan talab yuqori. Umuman olganda faqatgina pomidor bilan emas, bulg'or qalampir va ko'katlarni qayta ishlash, eksport qilish va ularni yetishtirish dehqonlarga amaliy yordam berish bilan shug'ullanadi va ushbu ish bilan ham hozirgi kunda shug'ullanib kelyapmiz. Biz keyingi yilda aynan Bulung'ur tumanida 200 gektar yer maydonida bulg'or qalampiri va pomidor yetishtirish va ularni qayta ishlash, quritishni reja qilganmiz. Bugungi pomidor sayliga kelishimizdan asosiy maqsad o'zi aslida pomidor yetishtiruvchi dehqonlar, tomorqa yer egalarini va dehqon xo'jaligi yer egalari bilan shartnoma qilish va ularni keyingi yilda biz beradigan navdagi urug'larni biz tarqatib chiqamiz. Ularga agrotexnik tadbirlarni o'tkazishga yordam beramiz va moliyaviy tarafdan moliy qo'llab-quvvatlaymiz, kreditlar ajratamiz va shundan so'ng ularni pomidorlarini biz o'zimiz tomonimizdan olib
qayta ishlab uni eksport qilishga yordam beramiz. O'sha Samarqanddagi dehqonlar uchun. Biz aynan shu maqsadda bugun Samarqand viloyatidagi pomidor sayliga kelganmiz. Bugunning o'zida 6 ta dehqon bilan katta yer egalari bilan gaplashib oldik. Bu bo'yicha ularning hammasi 20 gektardan, 10 gektardan, 5 gektardan pomidor ekib, bizlar bilan shartnoma imzolagan holatda biz bilan kelgusi yilda ishlash niyatlarini bildirishgan. Pavilyonlardan o'rin olgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ularni yetishtirishda va zararkunandalardan himoya qilishda ishlatiladigan preparatlar, ilmiy ishlanmalar va qo'llanmalar, berilgan tavsiyalar, ajoyib dekoratsiya sayl ishtirokchilari uchun ahamiyatli bo'ldi. Pomidor va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini in vitro usulida yetishtirish, yangi navlari ustida ishlash borasida ham ma'lumotlar berildi. Fermer xo'jaligimda jami 18 gektar yer mavjud bo'lib, shundan 8 gektar pomidor bilan shug'ullanamiz. Pomidorni Madeira, Cherry degan sortlarni ekaman. O'zimiz eski kachka palaklardan. Bizlar o'zimiz hududimizda qayta ishlash korxonalari bor. Banka qilamiz, eksport qilamiz, bozorlarga topshiramiz. Yarmarkalarga shu qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan xalqimizni dasturxoni pomidor bilan to'ldiryapmiz. Undan tashqari o'zimiz ham bor, meva bog'imiz ham bor. Pomidor agar odamzod ishlasa, dehqonchilik qilsa, u odamni boqadi. Dasturxonimiz mo'l-kul bo'ladi, bola chaqamiz nasibasi bo'ladi. Issiqxonada ham gidroponika hisobida ham yetishtiryapmiz. Madeira degan sortlari bor, o'zimiz urug' qilib, nihol qilib o'zimiz ekyapmiz. 100 sentnergacha hosil olamiz 1 gektaridan. Kelajakda hammasini tomchilab sug'orishga o'tkazib, yangi sortlarni chet eldan olib kelib, o'zimiz yana qayta faoliyatimizni rivojlantiramiz. Va ishchi o'rinlarni ko'paytirib, shu pomidorni qayta yo'lga qo'yamiz ko'proq qilib. Sayilda shartnomalar qildiryapmiz. Qo'shma korxonalar kelgan, qayta ishlash korxonalari bilan shartnomalar tuzibmiz. Ularni boshqa nihollari, sortlari bilan tanishib, ularning sortlarini ham o'zimizga joriy qildirmoqchimiz. Qayta ishlash o'zimiz ham tashkil qilyapmiz. Turkiya texnologiya bo'yicha olib borib gaplashgan, olib kelamiz. Lekin qayta ishlash korxonalari bor oldimizda. O'shalar bilan shartnoma tuzib, o'shalarga yetkazib beryapmiz. Mana shu mahsulotlarimizda zararkunanda hasharot va kasalliklarga qarshi kurashish, ya'ni mana shu aholimizga targ'ibot tashkilot ishlarini olib borish maqsadida bularga mana shunaqangi tarqatma materiallar, bundan tashqari agroko'makchi mobil ilovamizni keng ommaga targ'ib qilish maqsadida bugun Bulung'ur tumanidagi tashkil etilgan pomidor saylida xalqimizga, ya'ni ichki mana shu mahalliy aholilarimizga hasharot zararkunandalarni tushuntirish ishlarini olib borilmoqda. Bundan tashqari mana shu pomidorga keltiradigan zararkunanda kasalliklarni oldini qanday olish kerak va bundan tashqari organik mahsulot yetishtirishni tavsiyalar berish, eksportga chiqayotgan mana shunaqangi eksportbop mahsulotlarga ahamiyat berish va bundan tashqari mana shu kasalliklarga kurash emas, undan oldini olish maqsadida mana shu aholimizga tushuntirishlar olib borilmoqda. Aholimizda mana shu aynan pomidorni misol oladigan bo'lsak, mana shu pomidor mahsulotimizda katta iqtisodiy zarar keltiradigan mana shu pomidor kuyasi va bundan tashqari kasalliklarni agroko'makchi mobil ilovamizdan aholimizdan murojaatlar kelib tushmoqda va bu murojaatlarga mana shunaqa pomidor kuyasi va bundan tashqari mana shu zararkunandalarga qarshi kurash maqsadida eng avvalambor biologik qarshi kurashishlar va bundan keyin kimyoviy qarshi kurashishlarni amalga oshirish tavsiyalar berilmoqda. Mana shu tuman inspektorlari tomonidan mana shu kelib tushayotgan murojaatlarga aholini o'zini tomorqasiga va uni uyiga borib, o'sha yerda tushuntirishlar amalga oshirib va kerakli tavsiyalar berilmoqda. Aynan issiqxonalarda pomidor mahsulotlarimizda mana shu zararkunandalarga qarshi kurashishni to'g'ri qo'llay olmaslik, ya'ni mutaxassis tomonidan mana shu pomidor mahsulotlariga kerakli tavsiyalarni ola olmaslik. Aholimiz kirib kelayotgan hasharot zararkunandalarni to'g'ri tushunmasdan, ya'ni unga boshqa preparatlarni qo'llash, boshqa qarshi kurashishlarni amalga oshirish mana shu bizning bugungi kunda mahsulotlarimizga hosildorligiga tushib ketishiga sabab bo'lmoqda. Bugungi pomidor saylimizda kelayotgan mana shu xalqimizga mana shunday targ'ibot ishlari, bundan tashqari mana shunday flyerlarimiz, tarqatma materiallarimiz mana shu aholilarimizga berilmoqda. Bu flyerlarda umuman pomidor mahsulotini to ekishdan tortib hosilni yig'ishtirib olgunga qadar barcha qilinadigan, ya'ni amalga oshiriladigan tadbirlar bu yerda batafsil ko'rsatilgan.
Jarayonda fermerlar, tadbirkorlik subyektlari o'rtasida shartnomalar imzolandi. Tadbirning badiiy qismida folklor-etnografik ansambl, badiiy jamoalar, teatrlar vakillari o'z dasturlarini namoyish etdi. Shuningdek, samarqandlik va poytaxtdan kelgan taniqli san'atkorlar ishtirokida konsert dasturi uyushtirildi. Ushbu pomidor saylida mana Jomboy tumanining ham bir qator qishloq xo'jaligida shug'ullanadigan dehqonlar, fermerlar, barcha yer egalari mana shu saylda o'zini yetishtirgan mahsulotlari bilan qatnashib, ko'rgazmali seminarda faol ishtirok etmoqda. Jomboy tumanida bizlar asosiy ekin maydonlaridan qarib 1000 gektarga yaqin pomidor o'simligini ekamiz. Pomidor yetishtirishda gektaridan 25-30 tonnagacha pomidor hosilini olamizda. O'zimizda ikkita qayta ishlash eksportyorchimiz bor, klasterimiz topshiramiz. Undan tashqari pomidor bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarimiz bor. Ularga ham topshirib, biz dehqonlarimiz pomidordan yuqori hosil olib, daromadini oshiradi. Undan tashqari bizda Jomboy tumanida pomidorni mana bu cherry kichkina pomidorcha yetishtiramiz. Cherry pomidorimiz juda xaridor bo'lib, ham narxlari ham o'ziga yarasha. Cherry pomidorni bozori ham juda yaxshi. Samarqand konservamiz uni qayta ishlaydi, chetga eksport ham qiladi, ham o'zimizning ichki bozorlarimizni ham to'ldirib boradi bir qatorda. Umuman olganda mana shu pomidor sayli tashkil bo'lganidan beri mana bu yil 2-yil o'tkazilmoqda. Pomidor sayli mana shu dehqon, fermer xo'jaliklarga, yangi tashkil bo'lgan dehqon xo'jaliklarimiz bor. Yoshlarga yer berildi. Mana kam ta'minlangan aholimizga yer berildi. Mana bu yerdi egalariga bu pomidorni yangi navlarini o'rganish, pomidorni yetishtirish, pomidordan yuqori hosil olish, daromadini oshirishga tajriba almashib, mana shu yerdan o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni o'rganib ketmoqda. Pomidor sayli juda ajoyib o'tmoqda. Shu jumladan bizlarning dehqonlarimiz ham yaxshi kayfiyat bilan kelib, o'zida ishtirok etib, tumanimizda pomidorlarni ko'rsatib, xalqqa shu dasturxonimizni to'kin sochin bo'lishiga o'zini hissasini qo'shmoqda. Samarqand viloyatida birinchi bo'lib o'tgan yili 24-yilda pomidor sayli boshlandi. Mana bu endi bizga Samarqand viloyati uchun bu har yili an'anaga aylanib qolyapti. Endi har yili davom ettiramiz, xudo xolasa. Yetishtirilgan pomidor mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalar bilan fermer xo'jaliklarimiz, aholi tomorqalari o'zini shartnomasini imzolab, topshirib qayta ishlashga o'zini hissasini qo'shmoqda. Bozordan orttirganini qayta ishlovchi korxonalar bilan bugungi kunda shartnomalar imzolab yetkazib bermoqda. Xalqimizning kayfiyati yaxshi, dehqonlar kelgan, viloyatimizning hamma tumanlaridan dehqonlar o'zlarining yetishtirgan mahsulotlari bilan ishtirok etyapti. Dehqonlarning yetishtirgan mahsulotlarini ko'rib, mana bugungi kuz, oltin kuzda O'zbekistonimizda yetishtirilgan mevalarning hammasining tovlanib turganligini ko'ryapmiz. Bulung'ur tumani bir necha yillardan beri o'zining mana shu pomidorlari bilan tanilgan dehqonlari bor. Mana bu dehqonlar pomidorning hamma navlarini o'zlarining, ya'ni vegetatsiya davriga qarab turib, pishish davriga qarab, navbatma-navbat pishishga qarab egadi. Pomidor ekishda tomchilatib sug'orish usulida juda katta hosil yetishtirildi. Pomidor nafaqat yozgi ekin, balki bizning dehqonlarimiz, bulung'urliklar qishda ham bu mahsulotni yetishtiradi. Ya'ni issiqxonalarda yetishtiradi. Hozir yetishtirilgan pomidorlarimiz qo'shni viloyatlarga, Jizzax, Toshkent, qolaversa chet ellarga ham ya'ni eksport qilinyapti-da. Chunki buning juda ham yaxshi xislatlari ko'p. Chet eldan kelgan mehmonlar ham bu pomidorning ta'mini ko'rib turib, buning suvli xususiyatlarini ko'rib juda xursand bo'lyapti. Buni yetishtirgan dehqonlarga ham katta rahmatlar aytyapti. Pomidor dasturxonimizning ko'rki, ovqatlarimizning endi kartoshkadan keyin turadigan eng yaxshi oziqalardan biri hisoblanadi. Xalqimizning kayfiyati yaxshi. Kelajakda nafaqat bu bizning pomidor, bizni Bulung'ur o'zining uzumi bilan ham tanilgan. Vaqtida 80 ming tonnalar uzum bergan vaqtlar bor Bulung'urlik dehqonlarning. Juda yaxshi mehnatkash, mehnati singan insonlar yashaydi. Ana shu mehnatning hisobiga xalqimizning kayfiyati yaxshi, odamlar yaxshi yashayapti. Kundan kunga xalqning yashash tarzi o'zgarib boryapti. Pomidor sayli hudud ahli uchun ham haqiqiy bayramga aylandi. Kechki konsert dasturi ajoyib chiqishlarni mahalla ahli katta xursandchilik ila tomosha qildi.
raqslarga tushdi. Mushaklar yog'dusini ham o'zgacha hayajon va qiziqish ila kuzatdilar. Har bir tadbir ishtirokchisining tinch va farovon yurtda baxtiyor yashayotganligini anglash qiyin emasdi. Qishloq xo'jaligi salohiyatini oshirish, yerdan unumli foydalanish va eksportbop mahsulotlar yetishtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri. Shu bois pomidor sayli nafaqat mahsulot yetishtiruvchilar uchun, balki iste'molchilar, tadbirkorlar va sayyohlar uchun ham foydali maydon bo'ldi.